Harom ibn Milhon roziyallohu anhuga Jabbor degan odam nayza sanchib shahid qiladi. Harom ibn Milhon ikki yelka o'rtasiga shu urilgan nayza shu ulug' sahobiyni ko'kragini yorib chiqadi. Shu holatda o'zlari ko'rib turib shu ko'krakdan mana nayza chiqdi, qon oqib turibdi. Harom ibn Milhon roziyallohu anhu nima deganiga bir diqqat qiladigan bo'lsangiz, Harom ibn Milhon Ka'bani Robbiga qasam yutdim deydi bu odam. Nima bilan yutdi bu odam? Jannat bilan yutdi. Jannatni qo'lga kiritish bilan yutdi. Alloh yo'lida shahid qilindi. Alloh va rasuliga iymon keltirish, farzlarni bajarish, haromdan uzoq bo'lish, da'vat, ta'lim, dinga xizmat qilish, bularning ortida jannat turgani, jannatga kirish haqiqiy baxt ekanini sahobalar yaxshi anglashgan. Bunga misol tariqasida mana Harom ibn Milhon radhiyallohu anhu ni olaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ulug' sahobiyni bir qancha boshqa sahobalar bilan birga Najd ahliga Qur'ondan ta'lim berish uchun yuboradilar. Bu sahobalar qorilar deb nom olgan. Hammalari Allohning kalomini yod olgan qori bo'lishgan. Bi'r Mauna degan joyda bularga qarshi xiyonat bo'lib, xoin odamlar bilan o'rtada jang bo'lib qoladi. Jang yuzaga kelib chiqadi. Harom ibn Milhon bu Anas ibn Malik tog'asi. Endi shu teng bo'lmagan jangda tabiiyki sahobalar kam bo'lgan, ular ko'p bo'lgan. Harom ibn Milhon roziyallohu anhuga bir Jabbor degan odam nayza sanchib shahid qiladi. Keyinchalik shu Jabbor ham iymonga kelgan. Shu voqeadan ta'sirlanib o'zi ham iymon kelgan. Harom ibn Milhon ikki yelka o'rtasiga shu urilgan nayza shu ulug' sahobiyni ko'kragini yorib chiqadi. Shu holatda o'zlari ko'rib turib shu ko'krakdan mana nayza chiqdi, qon oqib turibdi. Harom ibn Milhon roziyallohu anhu nima deganiga bir diqqat qiladigan bo'lsangiz, Harom ibn Milhon Ka'bani Robbiga qasam yutdim deydi bu odam. Bo'lmasa qarang, odam o'ldi deb turibdi. O'ldi, hayot tugadi. Dunyodan o'tyapti endi. Hamma narsa qolib ketyapti. Bu yoqda xotinlar beva qolyapti, farzandlar yetim, mol dunyo hammasi qolyapti. Bu odam Ka'bani Robbiga qasam yutdim deb turibdi mana. Nima bilan yutdi bu odam? Jannat bilan yutdi. Jannatni qo'lga kiritish bilan yutdi. Alloh yo'lida shahid qilindi. Allohga qasam ichib, men yutdim dedi. Chunki u shu onda qalb saodatini topdi. Baxt uni chulg'ab oldi. O'zi yo'lga chiqayotganda o'zi baxtli bo'lgan. Chunki bu odam Qur'on o'rgatish uchun chiqqan edi aslida. Aslida o shuni o'zi bir baxt. Allohning kalomini ta'lim berish, dinga xizmat qilish bu ko'pchilikka nasib bo'lmaydigan bu katta baxt bu. Bunga yana endi shahidlik ham qo'shildi. Yaxshilik ustiga yaxshilik, nur ustiga a'lo nur deganday. Shuning uchun ham shunday aytib qo'ymadi. Ka'bani Robbiga qasam yutdim dedi. Bu so'z uni ichidan chiqdi. Haqiqiy shu ichidan chiqdi bu odam. Nega? Chunki u haqiqatni yutgan edi. Chunki baribir hamma o'ladi. O'lish bilan o'lishning farqi bor. Kimdir dinga xizmat qilib, yorug' yuz bilan dunyodan o'tsa, kimdir dinga qarshi kurashib, baxtiqaro bo'lib o'ladi.